25 yoshli Sheroz hokimi marhum Umarshayx Mirzoning o'g'li Iskandar Mirzo devon majlisini o'tkazmoqda. O'rtada xarita. Podsholardan biri: "Hukmdorim, amakingiz Shohrux Mirzo Halil sultonni ham taslim etib, jonini bag'ishlabdi. Bu ham yetmagandek, ray hokimligini inom etibdi." Iskandar Mirzo bosh silkib: "Bu masalalar bizga mutlaq begona amirlar. Hozirgi maqsadimiz Kermon va Qum. Hududimiz kattalashishi davlatimizni yanada ko'kka chiqaradi. Shohrux Mirzodek hukmdorga tish qayrash hozircha qo'limizdan kelmas." Eski bir kulba eshigi taqilladi. Bu ko'hna uy Oyzodaning xonadoni edi. Darrov Oyzoda eshikka yugurdi. Eshikni ochishi bilan Gavharshod begim va Yusuf og'a bu keksa ayol qarshisida paydo bo'ldi. Malikadan orqaroqda ikki kaniz qiz yopiq kiyimda turardi. Kanizlardan ham uzoqda saroy aravasi va xos askarlar saf tortgan edi. Oyzoda Bonu garchi Malikani 10 yildan ortiq vaqtdan beri ko'rmagan bo'lsa-da, uni darrov tanidi va ta'zim etdi. "Gavharshod begim, Malikam." "Oyzoda Bonu, uyingizga taklif etasizmi? Bir piyola choyingizdan ichay degandim." "Albatta Malikam, albatta." Malika qo'l harakati bilan Yusuf og'aga tashqarida qolishga buyruq berdi. Xonadon eski bo'lishiga qaramay ozoda va toza edi. Malika oyoq kiyimini yechmoqchi bo'lgan edi. Bu keksa ayol: "Aslo Malikam, aslo. Uyga qadam ranjida etib ko'nglimni baxtga to'ldirdingiz. Meni xijolatga qo'ymang." To'g'ridagi xonaga Malika kirib joylashdi. Oyzoda Bonu ham tezlik bilan choy keltirdi. Qo'lida piyola bilan Malika: "Yolg'iz yashayapsizmi?" "Uyda yolg'izman deb ayta olmayman. Rahmatli onam va otam izi tekkan uy. Go'yo ular men bilan birgadek. Saroydan ketganimdan so'ng darrov shu yerga kelish xayolimga keldi. To'g'ri, ancha eski, ammo eng yaxshi damlarni o'tgan joy insonning oliy boshpanasi bo'la olar ekan." "Malika, sizdan hol-ahvol so'rash bahonasida bir voqeani bilish uchun kelgandim. Imkoniyatim yeta olsa bajonidil." "Malika, Saroy mulk xonim, qanday bo'ldi? O'sha tun qanday o'tgan edi?" Oyzodaning yuzi birdaniga o'zgardi. Malikam, o'sha tunni aslo unutmasam kerak. Go'yo zamin ham bu buyuk malikamizning o'limini oldindan sezgandek edi. Kuni bo'yi yomg'ir yog'ib, kechasi ham tinmadi. Malika Saroy mulk xonim o'z xonasining ayvonida yomg'irga tikilib turardi. Ko'zida charchoq va iztirob. Malika egnida to'q qizil rangdagi hashamatga to'la libos. Boshida tilla rangdagi toj. Xonaga Malika uchun tayyorlangan ovqatni kanizaklar olib kirdi. Va kanizaklardan biri Malika yoniga borib: "Malikam, taomingizni keltirdik." Saroy mulk xonim orqaga qaramasdan: "Yaxshi, chiqavering", dedi. Xosxonaga birdaniga shoshilgan tarzda Oyzoda kirdi va kanizaklarga: "Tezda chiqing xonadan", dedi va Malika yoniga tezda bordi. Saroy mulk xonim gap boshladi: "Tinchlikmi Oyzoda?" "Afsuski yo'q Malikam. Xayriyat, vaqtida yetib kelibman. Taomingiz zaharlangan Malikam. Oshpaz Najmiddin va bobo turmush suhbatini eshitib qoldim. Xabarim bor", dedi bibi xonim ohistalik bilan. "Xabarim bor?" Savol ohangi bilan: "Nima qilay? Nima qilay endi Malikam? Darhol hukmdorimizga xabarni yetkazaymi?" "Yo'q Oyzoda. Axir sizga zarar yetishi mumkin edi.
Saroymulk xonim Oyzodaga qarab, yaqinroq kel Oyzoda. Oyzoda Malika Saroymulk xonimga yaqinlashdi. Malika biroz oldin Najmiddin yonimga kelib barchasini aytib berdi. Bu ishni boshida Shodimulk turganini ham eshitdim. Oyzoda tugadi. Barchasi tugadi. Endi xotirjamlik istayman. Seni ham ozod etdim. Garchi buni kech aytayotgan bo'lsam-da, o'zing uchun yashashni boshlashing kerak. Oyzoda ko'ziga yosh olib, Malikam yo'q. Men bilan yur, deya Malika Oyzodani xonaga olib kirdi va oltin to'la xaltachani uning qo'liga tutqazdi. Buni haram qizlarga tarqat. Nomimga duo etishsin. Bu senga so'nggi buyrug'im. Ular senga ham tez orada zarar yetkazishlarga harakat qiladilar. Tezda bu yerni tark et. Saroyda bir jahon malikasi yashaganini zinhor unutma. Esga ol, ammo aslo yig'lama. Oyzoda yig'ini davom etar ekan, Malikam. Bo'ldi. Endi bor. Vazifangni bajar. Hech kimga bu haqda og'iz ochma. Menga astoydil xizmat qilding. Sendan roziman. Malika Oyzodani yelkasidan olib turg'izdi va ular quchoqlashdi. Sekin qadamlar ila qo'lda xaltacha bilan Oyzoda u Malika xonasini so'nggi bora ko'rdi va tark etdi. Oyzoda xonadan chiqqandan so'ng Malika ham ohista qadamlar ila taom yoniga bordi va sutni birdaniga hech qanday to'xtovsiz bir necha qultum ichdi. Oyzodaning ko'ngildagi og'ir azob esa Malika haqidagi o'ylardan chetga chiqmas edi. Kanizlarga birma-bir xomush holatda tilla tangalar tarqatdi. Malika o'zini boshqacha his qila boshladi va o'z o'rniga bordi. Shamol ayvon eshigi ochiqligi sabab pardalarni o'ynadi. Shamlarni birin-ketin o'chirib, xonani zulmatga cho'ktirdi. Malika Saroymulk xonim yotib qoldi. Bahor chechaklari tez keldi, tez ketdi. Bir mo'g'ul malikasining umri poyonladi. Hayotining so'nmas chirog'i deb bilgan Temur yoniga borishga chog'lanmoqda. Men Saroymulk xonim, Temuriy malikasi, sohibqiron zavjasi ketyapman. Barchasiga qo'l siltab ketayotgan, charchagan xonim bo'lib ketyapman. Bir kuni bu xonalar ulug' saltanatga, betakror muhabbatga, balki o'chmas va bitmas ziddiyatlarga guvohlik berarmikan? Chunki guvoh bo'lgan faqat shular qoladi-ku. Saroymulk, foniyga mangu ketmoqdasan. Xotirjam bo'l. Endi janglar yo'q. Endi o'lim yo'q. Endi ayriliq yo'q. Tezda yoningizda bo'laman, Temur. Endi aslo ayrilmagaymiz. Oyzoda Bonu hikoyasini yakunladi va mening ham saroyda qolishim xavfli edi. Malikamiz vafotidan 2 kun o'tib, tunda meni o'ldirishga harakat qildilar. Gulsora bo'lmaganda yoningizda bo'lmasdim hozir. Tun, Ko'ksaroy. Oyzoda Bonu o'z xonasida uxlayotganda xonaga bir kaniz sekinlik bilan kirib keldi. Oyzodaning bo'g'zidan oldi. Uni o'ldirishga bor kuchi bilan harakat qila boshladi. Oyzoda birdan uyg'onib bo'g'ila boshladi. Oyzoda bir lahza umri yakunlanganini sezdi. Ammo kanizning orqasidan kimdir zarb bilan urdi. U Gulsora edi. Qo'lda esa katta yog'och. Oyzodaning qotilga aylanishi mumkin bo'lgan kaniz yiqildi. Oyzoda og'ir yutila boshladi. Gulsora esa uning yoniga o'tirib,
Oyzoda xonim, zudlik bilan saroyni tark etishingiz zarur darhol. O'sha tun Oyzoda o'sha qonga botgan saroyni tark etdi. Keksa Oyzoda: meni o'ldirisha olmadilar, ammo Saroymulk xonim xizmatida bo'lgan barcha xizmatchilar, kanizlar o'sha kecha sirli tarzda o'ldirildi. Gavharshod begim, bir Temuriy malikasi o'laroq butun oila nomidan sizdan uzr so'rayman. Taxtning asl da'vogarini o'ldirdilar. Aholiga azob berdilar. Mana bugun barchasi iziga tushish arafasida. Sizga bir taklif bilan yuzlanmoqchiman. Albatta, malikam. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Keladi. Albatta keladi. Bundan buyon haramda o'z ishingizga qaytishingizni so'rayman. Sizdek bir oqila xizmatchi saroy uchun zarur. Xo'sh, garchi Malikai jahon shuni istagan ekanlar, biz nima ham dermiz? Malika sekin bosh silkib: ertadan ishingizni boshlashingiz mumkin. Yusuf og'a bilan bir qancha xizmatchilar narsalaringizni saroyga olib borishadi. Oyzoda ta'zim etdi. Malika ham o'rnidan turdi va sekin xonani tark etdi. Shodimulk xonim xonasiga kaniz qiz ovqat keltirdi. Shodimulk kanizga chiqishing mumkin dedi. Kaniz xonani tark etdi. Eshikka bir qancha vaqt razm solib turgan Shodimulk tezlik bilan nonga yopishdi va nonni bo'laklarga bo'ldi. Nogahon non ichidan kichik qog'ozcha chiqdi. Biroqliq maktubda quyidagilar bitilgan edi. Malikam, bugun tunda biz tayin etgan xizmatchilar eshigingizda turgan xizmatchilarni tinchitadi. Sizni haramning boshqa bir yo'ldan Soniyabonu saroydan tashqariga chiqishingizni ta'minlaydi. Sodiq qulingiz Nurali og'a. Malika birdam tin oldi va bu yerni zudlik bilan tark etmak vaqti yetdi. Yo'qsa seni joningni olurlar Shodimulk. Samarqandga qarab Shohruh Mirzo askarlari, Rayga qarab Halil Sultonga biriktirilgan askarlar qadam tashlab kun sayin yaqinlashmoqda edilar. Haram. Ehtirom, Malika Gavharshod begim. Haram yo'lagining boshqa tarafidan Mulk og'a begim ham ikki kaniz qiz bilan kelardi. Haram qizlari ikki malikaga ta'zim etdi. Gavharshod begim Milkat og'aga omon eson keldingiz deb umid qilaman Mulk og'a begim. Shukrlar bo'lsin. Hozirgina hukmdorimiz Halilga rayni topshirib Samarqand sari ot surayotganini eshitdim, dedi Mulk og'a begim. Umrimda ilk bor sizdan xush xabar eshitmakka muyassar bo'ldim. Saroyga yaxshigina joylashib olganga o'xshaysiz. Ko'p ham urinmang. Hali Samarqand poytaxt etilishi ma'lum emas. Hirotga qayta ketishimiz ham mumkin, dedi Gavharshod begim va yo'lda davom etdi. Mulk og'a ko'zda esa nafrat paydo bo'ldi. Gavharshod begim yo'lakda ketayotganda Gulsoraga: "Gulsora, bugun hukmdorimizning zafari sharafiga haramda bazm tashkil et", dedi. Bosh ustiga malikam. Malikam, Shodimulk xonim to'g'risida sizga aytishim kerak bo'lgan ayrim gaplar bor. Sultonbaxt begim tungi kiyimda o'z xonasida sham yorug'ida kitob o'qimoqda edi. Eshik taqqilladi. Kir. Xonaga Salima bonu kirdi va: "Malikam, tun vaqti bezovta etganim uchun ma'zur tutgaysiz. Omon Posho sizga zarur xabar keltirgan emish." "O'zi qayerda?" "Pastda, sizni kutyapti." Malika kitobni yopib qo'ydi. Sultonbaxt begim zudlik bilan liboslarini almashtirib pastga tushdi. Eshik ochilganini sezgan Malikaning maxsus xabarchisi Omon og'a ta'zim bajo keltirdi va: "Malikam, Omon og'a, tinchlikmi? Biror xabar bormi?" "Ahvol yaxshi emas malikam. Samarqanddan Badiya bonu tomonidan yozib yuborilgan maktub yo'lda hujumga uchrabdi."
Qanaqasiga? Maktub sendami? Ha, sultonim. Vaqtida ulgurdik, maktubni olib kelayotgan yigitni o'ldirishibdi. deya maktubni Malika qo'liga uzatdi. Malika Sultonbaxtbegim xatni ochib o'qiy boshladi. Sultonimiz Malika Sultonbaxtbegim, xabaringiz bo'lsa kerakki, Shohruh Mirzo Halil sultonni jonidan kechib, uni afv etmish. Hukmdorimiz Samarqandga qaytayotgan ekan. Saroy ham ayni vaqtda qaynab toshmoqda. Mulkog'o begim ham saroyga yetib keldilar. Tez orada siz ham bu muhtasham shaharga qaytajagingizni kutib, Badiya Bonu. Malika maktubni o'qib bo'lib, maktubda maxfiy biror narsa bitilmagan. Omon. Hujumni tashkil etganlardan so'rab bildingizmi? Albatta malikam. Jonimdan o'tkaysiz, ammo ular Gavhar Shodbegim ularni yo'llaganini aytishdi. Demak, Gavhar Shod saroyiga yetiboq meni ishlarimga burun suqa boshlabdi-da. Badiya ham xavf ostida bo'lishi mumkin. So'ngra Omon og'aga qarab, Omon posho, yigitlaringga ayt, hushyorroq tursin. Samarqanddan kelayotgan har bir otliq nazoratga olinsin. Bu yerda fitna borga o'xshaydi. Haramdagi xizmatchilar tarafida Oyzoda Bonuning narsalari olib kelinmoqda. Yusuf og'a, "Ha, hammasi bular ham shu xonaga" deb turibdi. Yusuf og'a yonida Gulsora Bonu ham bor. Gulsora, "Shukrkim, Oyzoda xonim yana saroydalar. Bu nur yuzli ayol kimlarni ko'rmadi-ya? Yusuf og'a, qachon kelar ekanlar?" "Yaqinda keladilar, Gulsora, yaqinda." Shu payt yo'lak oxirida o'zining eski kiyimlari bilan Oyzoda xonim atrofga qaragan holda yurib keldi. Yusuf og'a, "Mashalloh, bu ayol hali ham go'zal, otdek-a?" Gulsora esa, "Assalomu alaykum Oyzoda xonim, onaginam omonmisiz?" "Shukr Gulsora, shukr. Sen ham tuzukmi Yusuf?" "Albatta Oyzoda Bono, biz ham yaxshimiz." "Yuring, men sizga xonangizni ko'rsatay, charchagan ko'rinasiz", dedi Gulsora. "Shoshilma, shoshilma. Eski xonamni tayyorlab qo'yding deb o'ylayman Gulsora." "Albatta, boshqacha bo'lishi mumkinmi? Hatto oldingidan-da a'loroq." Ular shu tariqa suhbatlashib ketdi. Amir Nuriddin saroyi, Malika Tumanog'o xonasi. Malika nimanidir kutmoqda. Xonaga birdan Amir Nuriddin kirdi. Malika esa o'zini tiklab, hech narsani sezdirmaslikka harakat qildi. Amir Nuriddin, "Malikam, nimadandir xavotirda ko'rinasiz?" "Hech narsa, biroz tobim yo'q xolos." "O'zingizni ehtiyot qiling. Chunki bugun meni taomimga solib qo'ygan zaharingiz ta'sir etganini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz lozim." "Bu nima deganingiz? Meni nimalarda ayblayapsiz?" Amir jiddiy tus olib, "Inkor etmang. Bosh oshpaz hozirgina ta'kidladi. Yollagan joriyangiz esa qatl etildi." "Qanday qo'lingiz bordi? U mendek bir jabrga uchragan ayolni qutqarmoqchi edi. Undan ko'ra meni jonimni oling", dedi baqirib. "Kimsan sohib qiron malikasi? Meni holimga qarang." "Yo'q. Sizga boshqa jazo tayin etdik. Bundan buyog'iga Ibrohim Mirzoga boshqa enaga va otalik g'amxo'rlik qiladi. Uni boshqa ko'ra olmaysiz. Haramdan ancha uzoqda saqlanadi." "Yo'q. Aslo. Bunday qilmang. U meni dilbandim, farzandim. Axir ichikib qoladi. Onasiz qiynaladi." Amir Nuriddin Malikaga yaqinlashib, "Buni oldinroq o'ylab ko'rishingiz lozim edi. Endi kech. Meni kechiring. Uni mendan ayirmang", deganda
Amir tezlik bilan xonani tark etdi. Dili vayron malika esa yig'i bilan o'tirib qoldi. Shohrux Mirzo qarorgohi. Shohrux Mirzo qo'shini Samarqandga yaqinlashib qolganda jangchilarga istirohat qilish uchun ijozat berdi. Chodirlar tiklandi. 15 yoshli Mirzo Muhammad Tarag'ay chodirida yozuv ishlari bilan band va birdan ishini tugatib tashqariga chiqdi. Chodir yonida sipohlar turgan edi. Biroz uzoqroqda esa Shahzoda otalig'i Shohmalik boshqa amaldorlar ila suhbatlashmoqda. Shahzodani ko'rgan Shohmalik uning yoniga keldi va "Shahzodam, biror istagingiz bormi?" "Yo'q, ishlarni tugatib biroz dasht havosidan nafas olay degandim." "Ba'zan shunday, ammo bu dasht nafasi nafaqat yaxshi kunlarni, balki qonli qora kunlarni ham shohidi bo'lgan." Ular yura ketdi. "Menimcha siz bobom safdoshi o'laroq barchasini ko'rgansiz", dedi Muhammad Tarag'ay. "Ha, shukr, bobongiz bu jahonni zir titratgan sohibqiron edi. Otangiz hukmdorimiz Shohrux Mirzo ham va siz ham albatta ular kabi mard va adolatli podshoh bo'lib yetishgansiz." "Malikshoh, hukmdorimiz sizga poytaxt o'laroq qayer tayin etilishlarini aytdilarmi?" "Yo'q, shahzodam. Menimcha hali bu to'g'risida yakdil qarorga kelmagan ko'rinadilar. Buning so'rashimning sababi hozircha barcha ilmiy ishlarim Samarqandda va bu shaharda momomiz Saroymulk xonim tarbiyasini oldim. Bu yerdan boshqa yerga ketish men uchun og'irroq. Ammo shahzodam, istiqbolning hukmdori sifatida siz barchasiga hozir bo'lmoqingiz lozim. Va inshaalloh hukmdorimiz hamma uchun yaxshi bo'lgan qarorni beradilar. Inshaalloh." Qaramda malika buyrug'i ila bazm tashkil etildi. Malika Gavharshod begim va Mulkog'o begim haram to'ridan joy olgan. Gavharshod begim yonida esa Xonzoda begim. Barchalari go'zal va hashamatli liboslarda. Bazmda raqqos, sozanda joriyalar xizmat qilmoqda. Noz-ne'matlar va taomlar serob. Oyzoda Bonu o'z o'rniga qaytib liboslarni almashtirgan. Boshqa xizmatchilar Yusufog'a, Badiya Bonular ham xizmatga shay. Gulsora Bonu Malika Gavharshod begim yoniga sekin kelib ta'zim qildi va Malika yanada yaqin keldi. So'ng uning qulog'iga "Malikam, tayyor." Gavharshod begim esa bosh irg'ib yaxshi ishorasini qildi. Gavharshod begim Malika o'rnidan turganda kuy va raqqosalar to'xtadi. O'tirganlar ham o'rnidan turdi. Ammo Mulkog'o begimdan tashqari Malika ortidan Yusufog'a, Gulsora Bonu va Badiya Bonu bilan haramdan chiqib ketdi. Malika Milkat og'o qo'l harakati bilan bazmni davom ettirishni so'radi. Shodimulk begim xonasi joylashgan yo'lak. Malika xonasini ikkita eshik og'a himoyalab turibdi. Ularning yoniga Soniya Bonu taom bilan keldi va "Sizlar ham ancha charchadingiz. Butun saroy ahli hukmdorimiz zafarlarni nishonlamoqda. Olinglar, sizlarning ham og'zingiz tegsin." Ulardan biri "Ey xotin, olib ket buni. Kimdir ko'rib qolsa bormi?" Boshqasi esa "Esingni yedingmi? Tongdan beri tuz totmadik axir", deya ovqatni Soniyaning qo'lidan oldi. Soniya esa ularni ikkalasi ham ovqat va shirinliklarga qarab yeyish uchun tayyorlanayotganda "Oling, oling" deb yengidan xanjar chiqardi va ulardan birini ko'ksiga xanjarni suqdi. Ikkinchisi "Ey xotin, nima qilyapsan?" deganda ikkinchi qo'li bilan uni ham jarohatladi. So'ng Soniya "Hey!" deya yo'lak oxirida turgan ikkita sherigini chaqirgan bo'ldi.
Ular ham kelib xanjarlari bilan ularni qayta yaraladi. Soniya esa qo'sh tabaqali eshikni qulfini ochdi va "Malikam, biz keldik", dedi va sheriklariga qarab Soniya "Tezda ularni ichkariga oling", dedi. Shahzoda Ibrohim Mirzoni ikkita xizmatchi ikki tomondan maxsus xonaga olib keldi. Xizmatchilar yonida ayol xizmatchi ham bor edi. Ayol xizmatchi: "Shahzodam, bundan buyon shu xonada turasiz. Ovqat va kiyim-kechaklaringiz shu yerga keltiriladi." "Volidamchi?" "Bu haqda sizga ayta olmayman, shahzodam", dedi va xizmatchilarga ishora qildi. Ular shahzodani ichkariga kirgizdi va eshikni yopib, qulflab qo'ydi. Ayol xizmatchi ularga: "Ko'zingizni shu xonadan uzmaysiz. Nimadir bo'lsa menga xabar bering", dedi va xonadan uzoqlashdi. Soniya Bonu va yana ikki haram kanizi Shodimulk begimni deyarli hech kim yurmaydigan yo'lakdan maxfiy tarzda olib ketmoqda. Ularning qo'lida yo'lakni yoritish uchun mash'al bor. Soniya Bonu: "Malikam, tezroq chiqishimiz kerak. Og'alar tashqarida ko'p turib qola olmaydi." So'ngra boshqa joriya bilan og'ir eshikni ochdilar va yo'lakda davom etishdi. Oxirgi eshikni ochib chiqishganda tashqarida faqat Nurali og'a va uning yigitlari emas, balki Gavharshod begim, Yusuf og'a, Gulsora Bonu va Malika Gavharshod begimning sodiq xizmatchisi Umarali og'a ham bor edi. 35 yoshli zabardast va kelishgan Umarali og'a o'z yigitlari bilan Shodimulk begim tarafdorlarini tiz cho'ktirib turardi. Shodimulk begim achchiqlanib qochishga shaylandi.